pul to'lash, ya'ni ipoteka orqali yoki naqd pul orqali ham xarid qilsangiz bo'ladigan Hayxotti naqd 100 metr kvadratli xonadon zudlik bilan sotuvga qo'yildi. 3 xonali ushbu shohona xonadonning podval qismi ham bor. Yetmaganiga yana kladovkalari ham bor ekan azizlar. Remontlari ideal holatda, uy ichidagi barcha mebel texnikalari qoldirib ketiladi. Faqat begovoy daroshkadan tashqari. Uy juda ham akkuratni, yep-yangi, hamma narsa yaxshi tutilgan, hattoki maishiy texnikalarni ham yaxshi Hoffmanlardan o'rnatilgan. Parda, gilam, barcha uy jihozlari xuddi yengidek turibdi. Wi-Fi bor, ikkita sanuzeli bor. Ushbu imorat pishgan g'ishtdan qurilgan. Отопленияsi to'pli pol. Kadastr hujjatlari joy-joyida. Xonadonga ikkita kamera o'rnatilgan. Qarzdorlik yo'q. Ko'chalar asfalt qilingan, yo'llar tekis ravon. Magazinga shundoqqina 5 minutlik yo'l. Bog'cha yonginasida 3 ta bog'cha, 3 ta maktab. Lokatsiya zo'r, infrastruktura qulay, bolalar maydonchasi ham bor. Gaz, svet, suvlarda umuman muammo yo'q. Metrogacha 30 minut. Apteka yaqin, ostanovka shundoqqina 5 minut. Restoran, klinika, fitnes zal, Ahmad Jo'ja xullas sentrda joylashgan. Shoshiling, tezdagilar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'laning, sotilib ketmasdan oldin ulguring. Bunaqangi ideal xonadon juda ham tez sotilib ketish ehtimoli yuqori. Videoni uyolaman deb pul yig'ib yurgan pul bor tanish-bilishlarga jo'natib qo'ying.